Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz podpischilarimiz. Bugungi obzorimizda Captiva 3 avtomobilimiz bo'ladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan S5 variantida белый жемчуг rang kraskalar, absolyutni toza. Mashinamiz 91 ming probeg yurgan. Salon qismi benzinda qirchiq-qirchiqlar yo'q. Mashina o'ta darajada ideal sostavda qarab aydalingan bir kol. Kraskalari, probeglarni bemalol ko'rsatib olsangizda bo'ladi. 4 eshik shumka. Olovlar ham cho'tki sostavda. Uchlik motor. Motorni hali ключ demagan. Xullas, mashinamizning narxi 170 million so'm pul. Ustida kelishiladi. Avtokredit, barter, naqd hamma variantda ish yuritamiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Telefon nomerlarimizni video ostida yozib qoldiramiz. Videomizga bir like bosing, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan ham zo'r mashinalarni chotki narxlarda chiqarib berishga sizlarga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.